uchun shuncha kitob o'qiyapmiz. Suhbatlar qilinyapti. Amaliy ko'rinish hayotimizda namoyon bo'lmayapti. Afsuski, bugun qalbi tirnaydigan jihatlar biror bir o'tirish bormi? Biror suhbat bormi? Borgani qo'rqib qoldingiz. Darrov o'sha yerda yo bir futbolistni, yo bir boshqa bir dunyoni o'sha bir hakkerini, yo bir dunyoga o'sha mukkasidan ketgan odamni maqtagan, bitasi yomonlagan, u o'tirishdan nima foyda? Biz etga borib, tekinga o'zimiz pul to'lab, hampanami yo o'rtog'ingizmi yo o'zingizmi navbat bilan pul to'lab, o'zimizga zararimizga hujjatni yig'ib kelyapmiz. Birovi g'iybat qilib, birovi xotinini ustidan kulib, bitta ulamoni chaynab, bir vatanga bir xizmat qilib turgan odamni orqasidan gapirib, o'zing qila olmasang, o'zingda shunaqa bir shijoat bo'lmasa, o'zingda o'sha ilm bo'lmasa, o'zingda o'sha mehr bo'lmasa, o'zingda o'sha xizmat bo'lmasa, u xizmat qilayotgan odamda xato bo'ladi-da. Xizmat qilmayotgan odam, hech narsani qilmayotgan odam qandoq qilib xato qiladi? Lekin xatoni eng katta tuzalmas xatosi birovni ustidan kulishku, birovni ustidan mazaxlashku. Mana bu narsalar bugun ko'payyapti. Xo'p, buning eng bosh sababi qalbimiz g'aflatda. Qalbimiz Allohga yuzlanmagan. Namozda ko'zimiz yuzlanyapti. Yuzimiz yuzlanyapti. Saflarni to'g'rilaylik deyapmiz. Lekin qalbimiz bilan yuzlanaylik. Oxiratdan ko'ra dunyo ustun turib qolmasin. Allohu akbar deganda orqaga men hammasini tashadim. 5 vaqt namozda Alloh taolo bilan shartnoma qilyapmiz. Rozi aytishyapmiz. Biz va'dalar qilyapmiz, ahd beryapmiz. Allohim, seni muhabbatingni oldida hamma narsadan hazar qilaman men. Shayton xursand bo'ladigan hamma ishdan hazar qilaman deyapmiz. Lekin poptib namoz o'qib chiqib, yana birov ustidan kulyapmiz. Oldimizga bir kishi o'tirib kelyapti, mazza qilib suhbatlashyapti. Mazza qildim siz bilan, u bilan. Chiqib ketib eshigingizni yoqasini yopmasdan turib, eshigingizni hali yopib ulgurmasdan uni chaynash. Qaysi musulmonlik bu? Qaysi insoniylikka bu kiradi bu? Bu musulmon, o'zini musulmon deya olaydimi o'sha odam? Bir bundoq ezgulik, bir taqvo oynasiga, ko'zgusiga qarang. Nima kushandalar bizni ezgulik, xayr va baraka bo'lgan musulmonlikdan, mu'minlikdan bizni mahrum qilib xiyonat qilyapti. O'zimizni o'zimiz so'yyapmiz. O'zimizni o'zimiz pichoqlayapmiz. U qolmagandek endi bugungi kunda mana bu bo'layotgan texnikalar chiqib, telefon chiqib, yaxshilikka xizmat ham qilyapti kimgadir, lekin kimgadir oilasini badnom qilyapti. Tirik yetimlarni paydo qilyapti. Aytishuvlar, dedishuvlar, o'ylamasdan yozishuvlar. Mana bu narsalar qancha jiqqa mushliklarni, musulmonlarni bir-biriga aql bo'lmasligi uchun bu sahna ortida turgan qancha din dushmanlarini tuzib chiqqan planlari amalga oshib bo'ldi. Bunga biz tekingina raqqosaga aylandik. Ular o'zini muzikasini xohlaganiga cholyapti. Endi hech narsa qolmasdan endi ular din orqali maska taqvolib, uni ulamolari orqali, uni peshvolari orqali, u qatta bo'lishdan qat'iy nazar yer yuzini aynan o'shalarga yana ulamolarni qo'yib qo'yib, o'shalarning orqasida unga ana shunday bir zombilar ergashib, oqibatda musulmonning orasiga ne bitta mana shu suhbat orqali, yaxshi suhbat bo'lgan bo'lsa, uni orqasidagi pastdagi narsalar orqali nima bo'lyapti? Dindan chiqib qolganini o'zi bilmayapti. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom, afsuski, ummatimning ba'zilari ertalab tong ottiradi mu'min holatda, yashashi kofir holatda bo'ladi, o'lish kofir holatda bo'ladi dedilar. O'zi bilmay qoladi. Shunday chiqib ketgan qolganligini, din undan chiqqanligini, iymon undan chiqqanligini o'zi bilmay qoladi. Afsuski, mana bugun hammamiz mana bu savollarga juda ham hushyor bo'lmoqligimiz, oxiratdan mahrum bo'lib qolmasligimiz, iymondan mahrum bo'lib qoladigan ishlardan o'zimizni davolamog'imiz lozim ekan. Qalb zangini, qalb g'aflatini ketkazish uchun payg'ambarimiz alayhissalom nima qilishligimizni tavsiya qildilar. Ali ibn Umar qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam,
inna hadhihi al-quluba tasda' إن هذه القلوب تسدأ كما يسدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qalblar xuddi temir zanglaganidek zanglab qoladi. Bu qalblar xuddi temir zanglaganidek zanglab qoladi. U qanaqa temir bo'lsa ham yomg'ir yog'aversa nima bo'ladi? Zanglaydi, chiriydi, to'g'rimi? Zanglab qoladi dedilar sahobalar. Uning zangini ketkazadigan narsa nima deb so'rashdi. U zot payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kasratu zikrul maut dedilar. O'limni eslashmas, o'limni ko'p eslash. O'limni eslash deb qo'ymadilar. Kasratu zikrul maut, o'limni ko'p eslash va Qur'on tilovati deb javob berdilar. Bayhaqiy rivoyat. Mana bugun yuqoridagi solih amallarni qilishga e'tibor berdik-ku, lekin o'limni eslashni ko'proq azizlar unutib qo'ydik. Janozani hech bo'lmasa olib borib ko'mib olaylik. Marhumni olib ketdi, dunyodan oxirgi manzili. Nima qilasiz? O'zingiz o'sha chubin otni ichida o'zingiz bo'lib qolganingizda nima bo'lardi? Hali qabrga qo'yib ulgurmaganmiz. Uni nimaga uni g'iybatini qilamiz? U tirini qilib yotamiz rosa. Bir-birimizga qolmadi, birorta sahna qolmadi, birorta bob qolmadi, birorta yo'nalish qolmadi. Hayoyimiz shu darajada ko'tarilib ketdi endi. O'lib o'ldi u odam, Robbisining huzuriga yetib olsin, qabrga qo'yilib olsin, shu qadar qalbimiz qattiqlashganmi? Ya bu bunaqa edi, bunaqa edi. Voy, Allohdan qo'rqaylik. O'zing o'sha chubin otni ichida bo'lganingda nima bo'larding? Men o'zim bo'lganimda, siz o'zingiz bo'lganingizda ahvolimiz nima bo'lardi? Nimaga shu qadar xotirjammiz? Sababi o'limni eslamaymiz. Namoz o'qiyapmiz. Al-Hakka ham namoz o'qiyveradi. Hozir odamlar maymunni ham namoz o'qishni o'rgatsa egilib turib berish bo'laveradi. Alloh tavfiq berib, iymon berib, namoz o'qishlikka o'zini baytiga chaqirib qo'yibdi. Endi u namozni madaniyati, namozni ziynati, namozning haqiqiy fahsh munkarlardan qaytarishdagi taqvo bizda ko'rinsin-da, u o'lim bilan. O'limni eslasak bizda keyin u namozimizda pashshani qanotini nam qiladigan yig'i paydo bo'ladi. Keyin u namozimiz mo'minning meroji bo'lib bizni Allohning huzuriga martabalarimizni ulug'lashligiga, darajalarimizni ko'tarishligiga sabab bo'ladi.